2026-yil 2-may sanasi xudo xolasa Surxondaryo Denov 8-marta 500 ta qo'chqorimiz sotiladi. Bu hozir qo'chqorlarimizni yarmi. Qo'chqorlarga bir sifatiga bir baho beramiz. Birontasi so'yishga yo'q, hammasi zotga. Qiziqqan aka-ukalar past raqamlarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Mana xudo xolasa mana klitkada 80 tasi bor. Qiziqqanlar qaysi dona-dona ham sotamiz, optim bir joyga 500 tani birdan sotamiz. Qiziqqan aka-ukalarga mana qo'chqorlarni bir tanishtiramiz. Sifatlarini, elitalarini, gigantlari mana. Bu qo'chqorda mana 80 ta gigantlar bor. Chista zotga. Mana arashan qo'chqor so'ragan aka-ukalar. Hisorimi bu? Hisorni elitalariga mana arashanni ham 100 deyiladi sifat bo'yicha. Quloqlari mana kallalari vashim simba bo'lib turibdi. Qiziqqan aka-ukalarga shu har doimda nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaveradi. Mana davomi bu. Bu boshqa klitkadagi qo'chqorlarimiz. Mana bu yerda ham tanishtiramiz. Muxlislar bemalol aloqaga chiqishi mumkin. Mana qo'chqorlarimizni gigantlari. 100 simjun toza hisori qo'chqorlar. Denov 8-marta shak chorimi hammasi shakmi bular? Ha? Ikki tish qo'chqorlarimiz mana baho beramiz sifatiga. Simba bu yo'q qo'chqorlar. Xudo xolasa mana qo'chqorlarning narigi tomonlarini bilan bir tanishtiramiz aka-ukalarga. Narxlari 8 milliondan 30 million so'mgacha. Birontasi so'yishga yo'qligi, hammasi zotga. Qiziqqan aka-ukalarga mana bitta tanishtiraylik, internetni porlataylik. Zvezda bo'lsin xudo xolasa. Mana zotga hammasi. So'yishga desa boshqa nomer beramiz, telefon qilsa boshqa nomerdan bemalol so'yishga izlagan aka-ukalarga aloqaga chiqaveradi, so'yishga deganlarga. Bunisi hammasi lekin zotga. Xudo xolasa har bir bolasini $1000, $1,500 sotiladigan bo'lar. Qo'chqorni zo'ri bo'lsa, qo'zilar ham chiroyli tug'iladi. Mana qo'chqorlarimizning holati hammasi gelgan. Elitalar. Mana qiziqqanlar 99 da kodi bilan 377 6677 raqamlariga bemalol telefon qilasizlar. 500 ta, ya'ni 500 izlaganga 1000 ta qo'shqaram tov beramiz. Gigantlar mana. Polon qo'chqarlarni tanishtiring. 1 metr plus. 1 metr plus. Tishini ham bir ko'rsating. Mana tishlari, gap yo'q. Hammamizga nasib qilsin shunday qo'chqarlarni boqish. Mana davomini ham bir ko'raylik. Mana qo'chqorlar gigantlar. Oshish bo'lsin. Shak hammasi zotga. Bemalol telefon qilishlari mumkin qiziqqan aka-ukalarga. Polon qo'chqorlar bir hayda muxlislar ko'rib maza qilsin. Gap yo'q. Hammasi simjun. Otangga oshib berdiydik-ku. Bitta omad deb yozib ketamiz, hammamizga nasib qilsin shunday qo'chqorlar boqish xudo xolasa.